Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayanda Uyğurlarga dair anlatılğan bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötümüz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. 26 iyun Şavgan vaqəsi Uyğurlar üçün unutulğusuz bir qara gün. O yana 2009 yıldakı 5 yıl vaqəsinin piltisi bolğan qanlıq bir vaqə. Bunundan 8 yıl muqaddam, yəni 2009 yılı 6 ayının 26 günü yerim keçide Guangdong ülkəsinin Şavgan şəhərindəki Şuri oyunçuq zavodida işləvatqan 800'dək Uyğur işçi 10 mingdən artıq Xitayının hücumuğa uçrab, köplеген Uyğur yaşları hayatından ayrılgan idi. Şavgan vaqəsinin 8 yıllık xatır günündə Uyğur Kişilik Hüquq Quruluş Təşkilatının məsullarından Zübeyre xanım inkas qaytırıb Şavgan qanlıq vaqəsinin hərgiz unutulmaydiganlığını bildirdi. Yaqında ijtimoiy taratqularda Çinchuango'nun Ramazan mezgildagi muqimlikni qo'g'dash yig'inida so'zlagan so'zdan bilishga tegishli savol-javob mavzuliq bir o'rganish materialining surat kopiyasi tarqalgan edi. Mazkur materialda zakatning cheklanganligi alohida tilga ilingan. Qashqar Yengshar noyisining Yapchan bozoridagi bir nafar kent sekretari bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilib, zakatning cheklanganligini dalilladi. Radiomizga kelgan uçurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı yaqinda Uyg'ur elida elektronlik uçur va aloqa uskunlarini keng ko'lamda tekshirish harakati boshlagan. Urumchi doiralarining bu vaqtda tarqatgan uqtirishida aholilarning aqlfon, xotira kompyuter, barmoq disk qatorliq shaxsiy elektronlik uskunalarini belgilangan muddat ichida o'zlari turayotgan aholilar komiteti yoki soqchixonalarga olib tekshirishdan o'tkazish talab qilingan. Urumchi Bavşa Ahalilar Komiteti təvəllüdəki saqçı punkti məzkur uqtirishning Uyğur elidəki ahalilarga emas, balki Uyğur elida tug'ilganlik kishilarning hammasiga qartilganligini dalilladi. Xitoy hukumatining 2014-yili pichoqlab o'ldirilgan Qashqar Hetka jamoasining imomi Juma Tayirning arvoyini davomli tashviq qilayotganligi ma'lum. Bu yillik Ro'ziyet bayramida Uyg'ur Avtonom rayonlik siyosiy qonun komitetining sekretari Zhu Haylun maxsus Qashqarga berib, yana bir qitim Juma Tayirning oil tavobatlaridan hol so'ragan. Bu munosabat bilan muajiratdagi Uyg'ur sarxillari Juma Tayirning o'limi va Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi chekidan oshgan diniy siyosatlari haqida inkas qaytirdi. Uyghur diyarida bu yillik Ro'ziyet namozi Xitoy doiralarining qattiq taqibi va qatma-qat nazorati ostida o'qilganligi ma'lum bo'ldi. Neçə min kişi namaz oquydigan Urumchidagi Baytul Mahmur masjidida bu yillik Ro'ziyetda aran 200 odam namoz o'qigan. Namoz boshlanishdan burun jamoat Xitoyning davlat bayrog'ini chiqarish va davlat she'rini o'qishga qatnashtirilgan. Radiomizning Qashqar Yengshardan egallishicha Yapchan bozoridagi 1500 kishilik bir kentdan faqat 141 kishi namozga qatnashgan va 21 nazoratchining nazoratida et namoz o'qigan. 1980-yillar Uyg'ur bugungi zaman tarixida o'quvchilar harakati eng jonlangan, xalqning demokratiya, erkinlik va milliy haq huquqlariga bo'lgan talbi kuchaygan, shundaqla har soha bo'yicha milliy uyg'onishning ufqi ochilgan yillar bo'lgan edi. Dal aşı yillarda, ya'ni 1988-yili 15-iyunda Xinjiang Universiteti o'quvchilarining Xitoy doiralariga qarshi norozilik namoyishi yuz berdi. Bu 1980-yillardagi Uyg'ur oliy maktab o'quvchilarining ikkinchi qitimliq zo'r ko'lamli namoyish edi. 1988-yildagi Uyg'ur oliy maktab o'quvchilarining ikkinchi qitimliq namoyishiga 29 yil bo'lgan bugungi kunda muajiratdagi shohidlar aslim taqdim qildi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganingizga rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.